chamadoningizga chiroyli munosabatda bo'lmasliklari. Endi aeroportda o'zi sizni shokka solib qo'yishi mumkin. Qayerga yetib qoldim deb o'zim uyga qaytib kelganda lekin shokka tushiradigan holat bo'lgan. Koreyaga keldim, birinchi marta meni kutib olgan odam chiqmadi. Shokka tushgan. Даже uylaridan telefon qilishgan menga. O'qishdan tashqari paytlarda ishlaganman. Bu nochda ishlanadi. Dam olish berishmaydi. Ikkinchi kundanoq ish boshlashingiz mumkin, lekin birinchi kuniyoq sizga palli degan narsani o'rgatishadi. $5000, $4000 mana pul topyapman deyishadi. Nima qilasan bu yerda ishlab? Birinchi marta borayotganingizda albatta so'zlarni hech bo'lmasa yodlab ketishga harakat qiling. Tilni ozgina bilganingiz o'ta katta yordam beradi. Bilasizmi, Koreyada talabalar qanday muammolarga duch kelishadi, qanday ishlar qilishadi va qancha pul topishadi? Assalomu alaykum, ismim Otabek. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bu tanishtiruv videomiz asosan Koreyaga, umuman musofirchilikka chiqmoqchi bo'lgan insonlar uchun, vatandoshlarimiz uchun manfaatli bo'ladi. Bu birinchi videomiz tanishtiruv videosi hisoblanadi va asosan o'sha Koreyaga bormoqchi bo'lgan musofirlarimiz, talabalarimiz uchun manfaatli bo'ladi. Bu kanalga umuman obuna bo'lib, meni doim kuzatib boradigan bo'lsangiz, shu musofirda yurgan yurtdoshlarimiz qanday ichki kechinmalari, emotsional holatlari, finansiy holatlari qanday bo'lgan va u o'sha kirgan qiyinchiliklari haqida va o'sha qiyinchiliklarni qanday qilib yengishgani haqida gapirib boramiz. Albatta, bu YouTube kanalini ochishimizdan maqsad asosan o'sha musofirlikdagi nafaqat Koreya, Amerika, Rossiya, Arabiston davlatlari, umuman Yevropa davlatlariga borgan musofir do'stlarimiz yoki o'sha yurtdoshlarimiz bilan birgalikda podkast yoki suhbat guruhlari o'tkazib, auditoriyaga manfaatli bo'ladigan darajada kontent yetkazib berish. Asosan bugun men o'zim haqimda qisqacha gapirib ketmoqchiman. Yoshim 28 da. Chungnam National University, ya'ni Chungnam Milliy universiteti Koreyada joylashgan universitetda tahsil olganman. Biznes yo'nalishini bitirganman. 2016-yildan 2022-yilgacha Koreyada istiqomat, ya'ni Janubiy Koreyada istiqomat qilganman. Demak, boshladik. Koreyada birinchi kun. Koreyada birinchi kun deganda, umuman musofirlikka chiqayotganda uyingizdan ajralishingiz menimcha birinchi qadam hisoblanadi. Uyingizdan chiqishingiz bilan musofirlikka yo'l boshlaganingizda qalbingizdan qanaqadir g'alati his o'tadi. Bu vatanimdan butunlay bo'lmasa ham, hech bo'lmasa 5-6 yil bu yerda bo'lmayman degan his, tuyg'u sizda vatan tuyg'usini keltirib chiqarishga harakat qiladi. Menda ham birinchi bo'lgan shu ketayotganimda o'shanda hit bo'lgan deydi-yu, haligi o'shanda tepgan, что men haqiqatdan ketyapman. Namangandan, O'zbekistondan, tug'ilib o'sgan vatanimdan ketyapman Koreyaga degan fikr bo'lgan. Chiqqanimda keyin o'sha paytda ozgina Toshkentda qiyinchilik payti bo'lgandi. 2016-yil hammangiz bilasiz. Aeroportdan даже 3 martadan pasportimizni 4 martadan chek qilib o'tkazishardi. Kiraverishda odam tumonat turganda o'zi hayajon bilan kirib borganman. Sizda ham birinchi bo'ladi. Birinchi chiqqaningizda o'zbek odatiga ko'ra chamadoningizni skochda o'rash, ya'ni skochda o'ratib olish. Buni sababi o'sha samolyotda chamadoningizga chiroyli munosabatda bo'lmasliklari deb ko'rsatiladi. Aslida bu umuman kerak bo'lmagan narsa deb o'ylayman, lekin oldindan skoch o'zbek auditoriyasida, o'zbek yo'lovchilarida doim skochli chamadon bo'ladi. Ichkariga kirib, sizda ham bo'lmasligiga kilogrammini, ya'ni chamadoningizni kilogrammini o'lchatib olishga harakat qiling. Kilosi ko'p chiqadigan bo'lsa, 1 kilo yoki 100 gram, 500 gramga ham $100 yoki $200 ko'proq pul olishlari mumkin. Menda ham o'sha yarim kilo ko'p chiqqan. 20 mingga skoch qildirganman. O'sha paytda non ham 1000 so'm, 2000 so'm bo'lardi. 20 mingga skoch qildirganman. Tashqariga chiqib, ichidan narsani olib, skotchilarga berib, mana unga yana bir marta skoch qilib beringlar, kilosi kam bo'ladi deb turib, o'ratib turib, ikkinchisiga kirganman. Endi samolyotda birinchi ko'tarilyapmiz. Umrimda 19 yoshman. Umrimda birinchi marta samolyotga chiqishim. Endi siz ham tasavvur qiling, samolyot
ko'tarilyapti. Xuddi charxpalakka chiqqandek o'zingiz tasavvur qilgansiz. Bu birinchi marta uchganimda bo'lgan xolos bu hissiyot. Qolganlarida hamma narsa silliq o'tgan. Bilmadim, birinchi chiqqan samolyotim sal eski modelmi, lekin ozgina qiyinchilik bo'lmasa ham, lekin yerdan uzilayotganingizda ozgina hissiyot bo'ladi. Birinchi Koreyaga qo'ndik, eshiklar ochildi, siz Koreyaga chiqyapsiz. Birinchi chiqqaningizda havo boshqacha bo'ladi deb o'ylaysiz, lekin Koreyada kirganimda havo xuddi O'zbekistondagiga o'xshaydi. Hozirga ayniqsa nam havo bosimi ostida yashayapmiz. 2016-yilda menimcha quruq bo'lgan havo emas. U paytda shuna chiqqanimda nam havo o'zi Koreyaga kirganimni bildirgan. Trapdan tushib, Koreya o'sha immigratsiya xizmatlari o'sha chet ellik va koreyslarga bo'linadigan o'zi yo'laga bo'ladi. O'sha joydan boshlangan hammasi. Koreyaga borib, birinchi kunimiz, birinchi qadamimiz immigratsiya tekshiruvidan o'tish bo'ladi. Ya'ni customs check deydi inglizchasiga. Отпечатkingizni olishadi yoki nima qilishadi. Ya'ni bu joyda maslahat berib o'tganman. Sizlar samolyotda uchayotganingizda customs qog'oz berishadi. To'ldirib oling, ya'ni tillangiz yoki boyligingiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani to'ldirib oling deb turib sizga qog'oz berishadi yoki tushganingizda topishingiz ozgina qiyinroq bo'ladi. Aeroport juda ham katta. Bir kunda 240 mingga yaqin passajirlarni kuzatib yoki kutib olishadi. 50 tacha samolyot kutib oladigan nimasi bor. Trap deydimi? O'sha chiqadigan joyda eshigi bor. Biz kirib kelyapmiz. Juda ham ko'p. Hamma o'zbeklar bilan ketamiz. Koreyslar juda ham kam. Hamma o'zbeklar bir-birini poddeshka qilgan, bir-birini qo'llab-quvvatlashga harakat qilib, so'roq savol bo'ladi. Nima qilay? Mana unga nima yozay, bunga qog'ozga nima yozay deb har bir-biringlardan so'rasanglar bo'ladi. Bu yerdan chiqqandan keyin birinchi qiladigan ishinglar chamadonlarni qaytarib olish. Chamadon qaytarib olishda ham o'ta katta. Qayerdan, qaysi eshikdan, qaysi konveyerga chamadoningiz chiqayotganini katta tablolarda, ya'ni ekranlarda yozib qo'yishadi. Tashkent to Seoul degan nimada, masalan, AB 988-raqamli uchgan samolyotdagi chamadonlar bu yo'lakdan chiqyapti deganlarga kiritib qo'yishadi. Endi aeroportda o'zi sizni shokka solib qo'yishi mumkin. Shunga lekin hamma joyda qulayliklar mavjud. Tualet bo'ladimi yoki suv chanqagan bo'lsangiz, suv ichishingiz uchun tayyor qilib qo'yishgan joylari hamma narsasi bor. Bu narsa o'zi sizni shokka soladi birinchi o'rinda. Chamadoningizni oldingiz, chamadonni tekshiruvga boramiz. Chamadonni tekshirib o'tkazayotganda ichini hamma narsasini tekshirishadi. Yashil yo'lak degan narsa bizda endi chiqdi. Yashil yo'lak o'shani hammasini bizni aeroportimiz ham Koreya aeroportidan aeroportni uslubida qilib olishgan. Shuni hisobiga ancha-muncha bizdagi logistika o'sha aeroport orqali kirdi-chiqdi passajirlarni manage qilish hammasi o'sha Koreya texnologiyasi ortidan bo'ldi deb o'ylayman. Chunki hammasi birga bir o'xshab ishlab turibdi yaxshi. Koreyaga birinchi chiqdingiz, aeroportdan chiqqaningiz o'zi Koreyaga kirganingiz hisoblanadi. Haqiqiy Koreyaga o'sha chamadoningizni tekshirganingizdan keyin xotirjam chiqa olasiz. Siz vizangiz bor, boshqa bor, lekin o'sha chamadoningizni oxirgi tekshiruvdan chiqib Koreyaga kirib kelishingizgacha bo'lgan proses o'zi sizni sal stressga solib qo'yadi, lekin u yerga chiqqaningizdan keyin miyangizdagi og'irlik yo'qoladi. Koreyaga keldimmi, mana degan his bo'ladi. Endi meni dadam Koreyada istiqomat qilganlar, 10 yil E9 vizasi, ishchi vizada ishlaganlar. O'zim endi boshqa davlatlarga ham borishga imkoniyat bor edi. O'sha davrda endi Yevropaga chiqmoqchi yoki Yaponiyaga bormoqchi bo'lganman. Yaponiyaga dadam keladigan bo'lsangiz, Koreyaga keling. O'zimni oldimda bo'lasiz, musofirchilikni bir ko'rasiz deganlar. Borib ko'rganmiz, musofirchilik qanaqa bo'lishi, dadam qanaqa pul topishlari, boshqasini ko'rganmiz. Endi bu yerda erkak o'g'il bo'lib katta bo'lganman desam ham bo'ladi. Borganimda ko'rganman. Birinchi chiqdim, chiqishimga hech kim yo'q. Ko'p masalan musofirlarimiz yoki talaba do'stlarimiz aytib qolishadi. Meni kutib olgan odam chiqmadi, hech kim chiqmadi.
nima qilaman deb o'ylashadida. Asli hammada ham shu ощущение bo'ladi. Men aeroportda yolg'iz qolib ketdim degan. Lekin aeroport o'ta ham birinchisidan o'tib olsangiz, o'zi ikkinchisiga u aeroportda 3-4 kun ham yotib qoladigan bo'lasiz, u muammo emas. Lekin birinchisi haqiqatda sizni shokka soladi. Qarab turibman, qo'limda telefon yo'q, nima qilishni bilmayman. Hozirga o'xshab masalan kimdir maslahat beradigan yo'q. Sim karta ol, o'qil, pulingni almashtir degan nimalar yo'q. Insonlar yo'q. Bir amallab telefon budkasi topdim. Telefon budkasi o'sha davrga kelib, 2016-yilga kelib, Koreyada ham уже chiqarib yuborayotgan, o'sha telefon sistemasi chiqarib yuborilgan payt ekan. Tanga solsam budka umuman ishlamagan. Ozgina kutganimdan keyin dadam o'zlari kelib qolganlar. Aynan men turgan eshikdan kirib kelganlar, yaxshi bo'lgan. Avtobusga chiqqanmiz. Birinchi hissiyotim dadam bilan ketyapmiz. Endi O'zbekistonmi deyapman-da, chunki yonimda avtobusda o'tirib ketyapman, highway, katta trassa, birinchi marta ko'rishim, lekin oldimda Damas ketyapti. Lacetti bor. O'sha Dejongacha 2 soatli yo'l, aeroportdan 2,5 soat, 3 soatli yo'l. Dejonga yetib borsam ham, Dejonda ham birinchi ko'rganim Damas Lacetti. Qayerda kelib qoldim deb o'zim uyga qaytib kelgandek bo'lganman, lekin borganimizda boshqacha ощущение bo'lgan, что uyimga keldim degan hissiyot bo'lgan. Haqiqatan ham hozir o'ylab qarasam, Dejon o'sha o'zim yashagan shahar ikkinchi uyimdek bo'lib qolgan. Har bir ko'chasini bilaman yaxshi. Universitetga birinchi kirishimiz ham o'ta shokka tushiradigan holat bo'lgan, chunki universitet o'ta katta hududda joylashgandi. Bilmadim, KAIS katta deyishadi, lekin Chungnam universiteti kattaligi, universitet kampus kattaligi bo'yicha Dejonda birinchi o'rinda turadi. Seoul Nationaldan ozgina kichikroq bo'lsa kerak, lekin o'ta katta joyda joylashgan. Yotoqxonasiga borgunimizcha o'zi 1 soat, 1,5 soat vaqt o'tadi. Asosiy darvozadan piyoda yurganingizda. Yotoqxona ham 13 ta binodan joylashgan. Sizlar ham borasizlar, sizlar ham boringlar, xudo xolasa. Borganinglarda shu ощущениyalar o'tadi deb o'ylayman. Chunki ko'pchilik aytishadi, menda bunaqa bo'lgan, menda bunaqa bo'lgan, menda bunaqa experience bo'lgan. Bitta aeroportga tegishli bitta gapni kiritib o'tib ketaman shu yerda. Aeroportda nima bo'lgan? Hozir jonajon do'stimizlar bo'lib qolgan bitta do'stimiz birinchi marta Koreyaga kelishlari men orqali aloqaga chiqib kelmoqchi bo'lganlar. Aeroportda kutib oladi deb o'ylagan ekanlar. Ularning samolyoti kechasi soat 1 ga qo'nadigan bo'lgan ekan. Avtobus 12 da qatnovni to'xtatadi, ertalab 6 gacha. Ertalab 6 gacha qatnovni to'xtaydi. Ularning samolyoti yo'q, 10 da to'xtaydi qatnovi. Ularniki 9 da qo'ngan ekan. Customsdan o'sha pasportlarni tekshirib, chamadonni olib chiqqunlarcha o'zi 10:30 bo'ldi, avtobus qolmadi. O'sha paytda aytayapman, ertalab 6 da avtobus bo'ladi, ertalab 6 gacha kutib turing o'sha yerda. Skameykalar bor, xotirjam dam olsangiz bo'ladi deyapman, lekin u bola o'zi shokda. Nima bo'lyapti? Men Koreyaga keldim, birinchi marta meni kutib olgan odam chiqmadi. Shunaqa janjal qilyapti-da. Shokka tushgan. Даже uylaridan telefon qilishgan menga. Nimaga endi bolam ertalabgacha aeroportda qolish kerak. Aeroport asli yotoqxona yoki gostinsiya, ya'ni mehmonxonalardan yaxshi sharoitlarga ega-da, lekin bu narsani tushuntirib bergunimcha ham baribir birinchi marta chet elga chiqqanda haqiqatda shunaqa shok bo'lar ekanda degan hissiyot o'tgan o'sha paytda. Yotoqxonaga qaytamiz. Yotoqxonaga boryapman. Yotoqxona 13 ta zdaniya, 13 ta zdaniya kamida 15 etajdan joylashgan. U yerda 6000 ga yaqin talaba istiqomat qiladi. Oilalimi, oilasizmi, o'zimi xalqaro studentlar uchun ham alohidadan zdaniyasi bor. Sizlar ham agar Koreyaga birinchi marta talaba sifatida ketayotgan bo'lsanglar, yotoqxonada 1 semestr bo'lsa ham yashashinglarni tavsiya qilaman. Nimaga?
o'rganib olguninglarcha, ya'ni o'sha madaniyatiga o'rganib olguninglarcha yotoqxona hayoti, yotoqxona manzarasi sizga ancha yordam beradi. Qiynaladigan yoki uy topib boshqa qiladigan joyingiz bo'lmaydi. Yaxshi bo'ladi. Borishingizga yotoqxonangiz tayyor turgan bo'ladi. Koreyadagi birinchi ishim hamma qatori Tekpedan boshlangan. Tekpe pochta xizmati deyiladi. Bizda ham hozir logistika xizmatlari, katta logistika xizmatlari ochilish boshlayapti. Bizda ham shu Tekpe sistemasi bo'lib qoladi degan umiddaman. U narsa logistikani o'ta tezlashtirilgan varianti bo'lib, bitta pochtani bir shahardan ikkinchi shaharga soatlar orasida yetkazib berish xizmatlari tashkil qilingan. Bizda o'sha pochta xizmati shahrimizni bitta chekkasida bo'lgan. O'sha pochtaga chiqib, birinchi qilganim 65,000 won bo'lgan. Bu endi nima deydi, yakshanba kunlari yoki dam olish kunlari bo'lgan hisobiga o'qishdan tashqari paytlarda ishlaganman. Bu nochda ishlanadi. Ya'ni tungi smenada ishlash hisobiga. Ko'pchilik biladi pochtani qanaqa ishlashi, boshqasini, chunki ketayotgan talabalar hammasi pochtada ishlar ekan degan taassurot bor odamlarda. Lekin pochta o'sha davrda arzimaydi deb o'ylayman. Pochta o'sha paytda arzimasligini sababi orada turadigan odamlar ko'p bo'lgan. Men 65,000 won olsam, koreyslar где-то 100,000 wondan 120,000 wongacha olishgan. Bu degani 65,000 won o'sha paytda dollarda hisoblaganda 50-55 dollarga to'g'ri kelsa, koreyslar olayotgan 120,000 won $100 to'g'ri kelgan. Hozirgi do'stlarimiz boshqalardan aloqada bo'lib turamiz. Hozirgi paytda pochta ancha yaxshi to'layapti deyishadi. E9 vizasi, ya'ni ishchi vizada ketayotgan bo'lsangiz, birinchi qiladigan ishingiz zavodga borib, siz ham yotoqxonaga joylashasiz. Zavodda yotoqxonasi bo'lmaydigan bo'lsa, zavodda sizga obligatsiyasi bo'ladi, что shartnomada keltirilgan. Yotoqxona bilan ta'minlanadimi, ta'minlanmaydimi degan seksiyalari bo'ladi. Yotoqxona bilan birinchi borganingizda baribir ish beruvchi ta'minlashi kerak. Yotoqxonaga joylashasiz, ish bilan birinchi kun tanishib chiqib, dam olish berishmaydi. Ikkinchi kundan ish boshlashingiz mumkin, lekin ish o'rganadigan yeringiz bo'ladi. Ishni sizga o'rgatib chiqishadi, qanaqa bo'lishi, bu yerda siz bu yerda ishlaysiz deyishadi. Koreys kulturasiga birdaniga kirib kelasiz. Birinchi kuniyoq sizga palli degan narsani o'rgatishadi. Palli nima? Palli tez ishla. Tez ishla degan narsa bo'ladi. Bizni O'zbekistondan borganlar ko'pi palliga o'rganish qiyin bo'ladi. Masalan, menga o'ta qiyin bo'lgan. Aytdim, katta bo'lganman, uncha ish qilmagan bo'lgan bola bo'lganman. Palli desa, nimaga bu tezroq ishla deyapti. Chunki men sekin ishlab, samarali ishlashga harakat qilardim, sifatli ishlashga harakat qilardim. Koreyslar bunaqa emas, ham sifatli, ham tezroq ishlash tarafdor. Ozgina kachisa tushsa ham, lekin tez bo'lish kerak. Tez bo'lsa, bu jamiyatni, tezlik bu jamiyatni bir bo'g'iniga aylanib qolgan. Siz borsangiz hamma joyda bu gapni eshitasiz. Palli, irhe, shunaqa so'zlarni eshitib qolishingiz mumkin. Agar koreys tilini bilsangiz, bu sizga foyda. Koreys tilini agar bilmaydigan bo'lsangiz, menga o'xshab ancha qiynalasiz. Chunki nima deyotganini ozgina tushunishingiz qiyin bo'ladi, lekin o'rganib ketsangiz bo'ladi. O'rganish tezligi o'ta katta bo'ladi. Sizda bitta experience, o'sha palli degan narsani bitta o'rgandingizmi, qaytib vizingizdan chiqmaydi. Shu tomoni yaxshi. Yana bir tavsiyam ishchilarga, borganingizda iloji boricha bitta zavodda ishlashga harakat qiling. To'g'ri, ish qiyin bo'lishi mumkin. Boshqa ishga o'tib ketish yoki nolegal, ya'ni legallik statusidan chiqqan fuqarolar tomonidan mana bu ishga o'tsang yaxshi bo'ladi yoki mana bu ishni qilsang zo'r to'laydi, 5 million, $5,000, $4,000 mana pul topyapman deyishadi. Nima qilasan u yerda ishlab? O'zi $2,000 pul berar ekan xolos degan so'zlar bilan baribir pul topgani kelgan fuqaro xo'p deydida, pul topishim kerak deb turib chiqib ketishi mumkin. Bu narsa yoki legallik tomonidan ham chiqishingiz mumkin. Qanday?
men bu zavodda ishlashni xohlamayman, boshqa zavodga o'taman deb turib immigratsiya orqali chiqsangiz bo'ladi. Endi immigratsiya orqali chiqsangiz ham, lekin bir narsa yodingizda bo'lsin, sizni chaqirgan zavod bo'ladi. Sizga viza berilishiga sabab bo'lgan o'sha zavod hisoblanadi. Nimaga endi o'sha zavod? Immigratsiyaga borib, menga ishchi kerak, ya'ni xorijiy fuqaro ishchi kerak menga degan narsani zavod beradi. Keyin immigratsiyadan siz ismingizni tanlab olishadi. Aynan o'zbek kerak, aynan mana shu joydan kerak degan talab bilan chiqadi. Yoki pokistonlik, yoki vyetnamlik, Hindiston, Bangladesh ko'p Y9 orqali keladigan ishchilar ko'pda. Siz agar o'shani ishonchini buzib, Y9 vizada zavodda birinchi oydayoq yoki ikkinchi oydayoq yoki o'sha yarim yil, bir yil o'tib chiqib ketadigan bo'lsangiz, hozirga o'xshagan qiynalib yurgan vaziyat yana ham qiyinlashadi. Nimaga? Bundan oldin borgan akalarimiz birinchi yildayoq yoki birinchi oydayoq, ikkinchi oydayoq откazga chiqib, ya'ni o'sha men bu yerda ishlamayman, boshqa zavodda ishlayman deb turib chiqib, boshqa zavodga o'tganlar hisobiga koreys zavodlari ko'proq o'zbekdan sal qochishga harakat qilishyapti. Albatta o'zbeklar ishlagan joyda, samarali ishlagan joyda bu narsani aksi bo'ladi. O'zbek ishladimi? Ha, demak mehnatkash bo'ladi o'zbek degan taassurot qolgani hisobiga hozir ham Y9 ga talab bor. Y9 da talab chaqirishyapti. Talaba bo'lasizmi yoki ishchi bo'lasizmi, Koreyaga birinchi marta borayotganingizda albatta so'zlarni hech bo'lmasa yodlab ketishga harakat qiling. Tilni ozgina bilganingiz o'ta katta yordam beradi. Masalan, salomlashish, xayrlashish, bu narsa sotib olayotganingizda qanaqa ishlatiladi? Masalan, salomlashish annyeonghaseyo bo'ladi. Annyeonghaseyo. Birinchi salom berganingizda koreys sizga e'tiborini qaratadi, bo'lmasa sizga umuman e'tibor bermasligi ham mumkin. Bu qancha deb turib biror narsani olayotganda olmayeyo deyishingiz mumkin. Olmayeyo degani bu necha pul? Necha pul degani. Hojatxona qayerda? Hojangshil odiyeyo. Hojangshil odiyeyo. Hojangshil. Shunday oddiy kunlikda ishlatadigan so'zlarimizni o'rganib Koreyaga borsangiz, siz ham umid qilamanki qiynalmaysiz. Hamma koreys tilida gaplashayotganda men ularni tushunmasligim ruhiy zarba beradimi? Ya'ni birinchi siz gaplashadiganingizda emotional damage bo'ladi, faqat unda sizga uncha ta'sir qilmaydi. Ya'ni turganingizda masalan sizga koreyscha gapirishda tushunmadingiz, indamay turaverasiz, lekin keyinchalik koreys tilini o'rganganingizdan keyin bu narsa emotional damage bo'lganini bilasiz. Masalan, men koreys tilini bilmay borganman, hamma joyda ingliz tili biladi, hamma gapira oladi deb tushunib, shunaqa tushuncha bilan borganman, bilmayman nimaga, lekin koreyslar hammasi ingliz tilini biladi deb borganman. Borib avtobusga shuna chiqqanman, 50 yoshli yoki 55 yoshli ajushi o'tiribdilar, ya'ni o'sha katta yoshli amaki o'tiribdilar. Shofyor, bu aytyapman-da, universitetimizga mana shu avtobus boradimi, inglizcha aytyapman. Menga xuddi nima deydi, asyolga, eshakka qaraganda qarayaptilar-da, bundoq qilib tushunmagandan keyin ha dedilar. Men nima deganini tushunganim yo'q, boshqa bo'ldi. Lekin Koreyada 80% odam, ya'ni shu tashqariga chiqadigan bo'lsa, Seuldan tashqarida 80% odam inglizchani bilmaydi. Koreychani o'rganishingiz kerak. Lekin emotional damage shunaqa bo'lmaydi, to koreys tilini o'rganmagunizcha. Xo'p, Koreyaga borganda ularni kiyinish uslubidan tubdan farq qilish ular orasida meni ajratib qo'ymaydimi? Kiyinishingiz aynan koreyslarga o'xshab kiyinib borsangiz, baribir chet elligingizni bilishadi 100%. Mani shunaqa vaziyat kelgan, 4 yildan keyin уже koreys tilida yaxshi gapirishni boshlaganimdan keyin san professor aytyapti, bizni dekan aytyapti. Dekanga kirib turib, shunaqa qiynalyapman, men chet ellikman, mana darsga yozishga qiynalyapman desam, shuni o'rganmaganmisan nima high schoolda deyapti. Koreyssan-ku, koreys bo'lganiga koreys takka nima qilib harakat qilsang bo'ladi-ku hamma tengdoshlaringga desa, men chet ellikman desam ishonmayapti-da u. Sizni qaysi narsa ajratib qo'yadi? Tilni bilmasligingiz. Tilni bilsangiz, siz ham nima bo'ladi? Endi kiyinishingizda albatta farq bo'lishi mumkin.
kiyinishingizni aynan o'zbekcha stilda borganingizda chet ellik yoki koreyscha stilda borganingizda chet ellik emas deb o'ylashmaydi. Unda Koreyaga o'zbek maktabini bitirib borganda bilim borasida katta farq bo'lib qolmaydimi? Albatta, qiynalish darajasi o'ta kuchli. Nimaga? Siz bu yerdan 11 bazani bitirib borsangiz, koreyslar u yerda 12 yil oliy matematikagacha o'rganishadi. Shuning uchun matematika boshqa haqiqiy bilim oladigan inson bu yerda ham oliy matematikaga darajada, universitet darajasidagi matematikalarni va fizika shunaqa darslarni o'rganib borishinglarni tavsiya qilaman. Chunki men даже biznes o'qisam ham, lekin finansiy sektor degan joyi bor biznesda. O'sha yerda oliy matematika ishlaydi. Finansiy sektorda. O'sha joyda shokka tushganman, chunki hamma talabalar, koreys talabalarimiz, do'stlarimiz hammasi oliy matematika nima haqida gapirayotganini bilishardi, lekin men tushunmasdim. Koreyaga borganda do'st orttirish bo'yicha ham maslahatingiz bor. Chunki meni bilishim bo'yicha koreysda ekspert bo'lmaydi va koreys do'st orttirish qanaqadir foydasi ham bormi? Universitetga borganingizda yoki zavodga borganingizda ham qayerga borsangiz boring, lekin koreys bitta oshnangiz yoki do'stingiz bo'lsa, o'ta katta foyda bo'ladi. Siz har qanday mavzuda mana bu joyda qiynalalyapman desangiz, albatta sizga yordam berishga harakat qilishadi. Lekin bu do'stni darajasi sizni yaqin do'stingiz bilan koreys chet ellikka yordam berayotgan do'stingizdan ancha farqi bo'ladi. Chunki ular biladiki, men chet ellikka yordam beryapman, chet ellik do'stimga yordam beryapman deb turib harakat qiladi. Sizni haqiqiy do'sti sifatida qabul qilish uchun etaplardan o'tishingiz kerak. Ya'ni oshxonaga birga borasiz, sayohatlarga chiqasiz. Bitta yomon tomoni sizni haqiqiy do'st bilishi uchun eng tez yo'l bu ichkilik. Shuning uchun o'zbek auditoriyadan borgan o'zbek do'stlarimiz ancha qiynalishadi koreys do'st topishga. Lekin universitet sog' bo'lsin, universitet bizni ancha birlashtirib qo'yadi. Do'st qilib qo'yadi. Shu sayohatlarga chiqib, boshqa qilib do'st orttirganmiz biz ham. Koreyada o'qishning nafaqat o'g'il bola, balki qiz bolalar uchun ham moliyaviy holat uchun qanaqa maslahat bera olasiz? Ular qanaqa ishlatishsa bo'ladi? Birinchi o'rinda tilni o'rganishingizni maslahat beraman va topik darajasini 3 yoki 4 darajasigacha chiqaring. 3 yo 4 darajasiga chiqarsangiz, oddiy ko'chada borib, o'sha kafe yoki restoran, do'konlarda ish topishingiz mumkin. Bu o'ta qiyin ish emas. Albatta qonuniy bo'ladi. 3 tomonlama shartnoma orqali o'sha yerda ishlasangiz bo'ladi. Topadigan pulingiz ham yomon pul bermaydi. $1000, $1,500, $2000gacha topsangiz bo'ladi part time ishlab. Ya'ni o'sha haftada 5 kun 3-4 soatdan ishlasangiz, shanba yakshanba kuni limit berishmaydi, xohlagancha ishlayverasiz. O'zi Koreyada o'qish qanaqadir moliyaviy holat kuchli bo'lishi kerakligini talab qiladimi? Ya'ni yaxshi ilm olish uchun. Yo'q, educationga erishish menimcha pulga albatta aloqasi bor. Pulga aloqasi bor, lekin biz ko'rganmiz, puli bor yetarli talabalar yoki yetarli o'quvchilar unaqa o'qishga unchalik qiziqmaydigan bo'lishadi. Haqiqiy mehnatkash, tirishqoq bolalar bu o'zini mehnati bilan o'zini pulini topib, harakat qiladigan tirishqoq bolalar bo'ladi. O'shalar o'qishni pik darajasiga chiqa olishadi. Puli bor bolalar bo'ladigan bo'lsa, u yerda ancha entertainmentga qiziqib ketib qolishadi, mashina olishadi, asosan sayohat uchun borgan bo'lishadi. Bilim olish uchun pul ham qilsa bo'ladi, ham pul qilib, ham ishlab, ham o'qib turib o'qiy olasiz, bilim ola olasiz. Bu sizga qaytadan motivatsiya bo'ladi. Ya'ni o'sha aytyapsiz, part time ishlamasam o'qiy olmayman degan narsa bu xato narsa. Ham bunisini, ham bunisini qilsa bo'ladi albatta. Xo'p, oxirgi savolim. Bu kanal o'zi qanday maqsadda ochildi va sizga obuna bo'lgan insonlar sizning kontentlaringiz orqali qanday manfaat olishadi? Xo'p, bu kanalda biz faqatgina Koreya haqida gaplashmaymiz. Biz xudo xolasa o'sha boya aytib o'tganimdek, butun dunyo bo'yicha musofirlik hayoti, emotsionalniy, finansiy tomonlari qanaqa bo'lishi haqida gaplashib boramiz. Mehmonlarimiz ham Amerikadan, Angliyadan, Rossiyadan, Koreya, Yaponiyadan o'qib kelgan, Saudiyadan o'qib kelgan studentlarimiz yoki borib ishlab kelgan ishchilarimiz bo'lishi ham mumkin, vatandoshlarimiz bo'ladi.
albatta bularga qiziqadigan bo'lsangiz, sizga chet el hayoti, musofirlik hayoti qanaqaligini bilish qiziq bo'lsa, albatta podpiskani bosib, kommentariyada yozib qo'ysanglar, shu narsa haqida ko'proq biz kontent olib, bizga ham motivatsiya bo'ladi и ko'proq ishlashimizga yordam bergan bo'lasizlar. Ko'proq kontent chiqarib boramiz, xudo xohlasa.